Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, ayniqsa bolalar sportini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Zero, sog'lom avlod buyuk kelajak poydevoridir. Shu ma'noda hududlarda tashkil etilayotgan har bir musobaqa nafaqat sport bayrami, balki ertangi kun chempionlarni kashf etish uchun o'ziga xos imkoniyat maydoni vazifasini o'tamoqda. Sport an'analariga boy Amudaryo tumanida yana bir yirik sport tadbiri yuqori saviyada o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan sana munosabati bilan tumandagi sport majmuasida kurash bo'yicha o'smirlar o'rtasida Amudaryo tumani ochiq birinchiligi tashkil etildi. Ushbu musobaqa yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini jo'sh urdirish hamda milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismi bo'lgan o'zbek kurashini yanada ommalashtirish maqsadida o'tkazildi. Musobaqada 2011, 2012 hamda 2014, 2015 yillarda tug'ilgan yosh polvonlar o'zaro kuch sinashdilar. Ta'kidlash joizki, turnir geografiyasi ancha keng bo'lib, unda nafaqat Amudaryo tumani, balki Qoraqalpog'iston Respublikasining boshqa tumanlaridan ham tashrif buyurgan 300 nafarga yaqin sportchi yoshlar ishtirok etdi. Bu esa mazkur ochiq birinchilikning nufuzi va ahamiyati yuqori ekanligidan, yoshlar orasida sportga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Amudaryo zamini azaldan irodali va kuchli polvonlar yurti sifatida nom qozongan. Bugungi kunda ushbu an'anani davom ettirish, xalqaro maydonlarda vatan sharafini himoya qiladigan yangi nomlarni kashf etish mazkur musobaqaning bosh maqsadi sifatida belgilandi. Tadbir tashkilotchilarining ta'kidlashicha, bunday bellashuvlar yosh sportchilar uchun ilk chiniqish maktabini o'taydi. Ularda g'alabaga intilish, mag'lubiyatdan to'g'ri xulosa chiqarish va raqibga hurmat kabi oliyjanob fazilatlarni shakllantiradi. Musobaqalarning adolat mezonlari asosida o'tishiga alohida e'tibor qaratildi. Bellashuvlar boshlanishidan avval murabbiylar va hakamlar hay'ati tomonidan ishtirokchilarga musobaqa nizomi, halollik va shaffoflik tamoyillari tushuntirildi. Gilamga chiqqan har bir yosh sportchining harakati mutaxassislar tomonidan qat'iy nazorat qilib borildi. Bu esa kurashning asl mohiyati mardlik va halollikka asoslanganini yoshlarga yana bir bor eslatdi. Turnirning eng hayajonli va yorqin lahzalari qizlar o'rtasidagi bahslarga to'g'ri keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Odatda kurash yigitlar sporti deb qaralsa-da, amudaryolik qizlar o'zlarining chaqqonligi, texnik usullarni mukammal egallagani va matonatlari bilan barchani lol qoldirdilar. Ularning gilamdagi shijoati xotin-qizlar sportini rivojlantirish borasidagi ishlar samara berayotganini ko'rsatdi. Quvonarlisi, bellashuvdan so'ng raqiblarning bir-birlarini samimiy tabriklashi, do'stona munosabatda bo'lishi sportning chinakam do'stlik elchisi ekanligini namoyon etdi. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslar yakunida g'olib va sovrindorlar aniqlandi. Ular Amudaryo tumani sport maktabi tomonidan ta'sis etilgan maxsus diplom va medallar bilan taqdirlandilar. Taqdirlash marosimi yosh chempionlar uchun unutilmas lahzalarga aylandi va ularni kelgusida Osiyo va jahon chempionatlari, Olimpiya o'yinlari shohsupalarini zabt etishga ruhlantirdi. Amudaryoda o'tkazilgan mazkur ochiq birinchilik shunchaki musobaqa emas, balki yosh avlod salomatligini mustahkamlash, ularni turli yot illatlardan asrash va jamiyatga foydali insonlar etib tarbiyalash yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Ishonamizki, bugun shu gilamda toblangan yosh polvonlar ertaga yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarida baland ko'taradilar.